Sulton aka 1956-yildan beri musiqiy dramalar yaratib, o'zbek drama janrining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqdalar. Nodira, So'nggi xon, Bag'ritosh, Yaylov tongi, Qudalar nomli musiqiy komediyasi, Zavqiy Turkman qizi,
Muhabbat yodgori, Charog'bonlar, Farzand deb Ahmad bilan Oqbilak nomli musiqiy dramalari allaqachonlar xalq olqishiga sazovor bo'lib, o'z muxlislarini topgan. Ayni vaqtda ijodkor bir necha telespektakllarga ham ajoyib musiqalar bastalagan. Bunda juda ko'p rejissyorlar va dramaturglar bilan hamkorlik qilgan. Shulardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dramaturg, rejissyor Mirzakarim Boboyevdir. Men bastakor Sulton og'am bilan birinchi bor 1961-yil Andijon teatrida ish jarayonida tanishganmiz. Shu ijod nashidasini birga chekkanimiz, birga totganimiz uchun ham bizning do'stligimiz juda abadiy bo'lib qoldi. Mana hozir 30 yildan beri birga ijod qilib, bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz xuddi bir og'alar, aka-ukalar do'stligidek mustahkam bo'lib boryapti. Bu davrda men yangi Samarqand teatridan Andijon teatriga kelgan edim. Bu yerda katta san'atkorlar Abbosxon Bakirov, Hoshimjon akam hamda Komiljon akam va Sulton og'am birgalashib Nodira spektaklini sahnalashtirayotgan ekanlar. Shu davr spektakl oxirgi chiqish davri premyerasiga yaqinlashib qolgan davrda men ularning ijodiy hamkorligiga qo'shildim va bu spektaklni oxiriga yetkazdik. Bu davrda shu 60-yillarda hamma teatrlarda fidoyi kompozitorlar, bastakorlarning muzikali drama janriga bo'lgan ixlosi, fidoyiligi tufayli ko'p teatrlarda muzikali drama janriga e'tibor katta bo'lgan edi. Masalan, Dadali Soatqulov Samarqand teatrida, To'xtasin akam Farg'ona teatrida, Komiljon akam bilan Sulton og'am Andijon teatrida ana shunday katta muzikali asarlarni sahnalashtirishga bel bog'lagan edilar. Bu bilasiz, adabiyotni biz vijdon qo'shig'i deymiz. Vijdon qo'shig'ining avj pardasida faqat muzikali drama yaratiladi. Shuning uchun ham bu muzikali dramani hamma bastakorlar sirini, uning azob-uqubatlarini sezavermaydi. Shuning uchun ham ko'p kompozitorlarimiz bu sohaga qo'l urmaydi. Shuning uchun ham muzikali drama janri ba'zan rivojlanib, ba'zan orqaga qaytib turadi. O'sha davrda muzikali drama janri garchi fidoyi kompozitorlar tomonidan, bastakorlar tomonidan juda yuqori darajaga ko'tarilayotgan bo'lsa ham, ba'zi mutasaddi rahbarlar bu rivojlanish jarayoniga o'zining mansabidan foydalanib, juda qattiq to'sqinlik bera boshladi. Kimlarni nazarda tutyapsiz? Masalan, Nodira spektakli yaratilayotgan vaqtida bu Komiljon akam bilan Sulton og'am shu milliy muzikamizning eng nozik pardalaridan, ajoyib ohanglaridan tanlab Nodira ariyalari, Uvaysi ariyalari va Oyparcha ariyalarini xalqqa juda yoqimli qilib yaratishdi. Shu vaqtda spektaklni qabul prosesida Toshkentdan kelgan mutasaddi rahbarlarimiz bu spektaklni qabul qilishni ketga surdilar. Ular maqsadida shu milliy muzikamizga albatta 3 ovoz trio deylardi. O'sha vaqtda 3 ovoz kiritilmasa bu spektaklni qabul qilmaymiz degan to'siqni qo'yishdi. Ular kompozitorlarimiz Abbosxon akam, yoda Hoshimjon akam, Sulton og'am juda qarshilik ko'rsatdi, lekin majbur bo'linib shu oxirida bir kartinaga Uvaysi, 4-kartinadagi Uvaysi, Nodira, Oyparcha uchun shu 3 ovozlik muzika yozildi. Birinchi, ikkinchi premyeralarda juda spektakl maroq bilan o'ynaldi. 3-kuni shu muzikani qo'yganimizda men zalda turib tomosha qilib turdim. Tomoshabinlar 3 kartinani juda ham chiroyli mehr bilan qabul qildilarda, o'sha 4-kartinaga borganda endi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan Oyparchaning otasi o'lib yotibdi, uning ustida Nodira, Oyparcha va Uvaysi o'sha 3 ovozlik ashularni aytadi. Shunda xalq shunday haligi san'atimizga bo'lgan hurmatsizlikni sezib, o'rnlaridan turib ko'p keksalarimiz chiqib ketib qoldi. Men shu yerda trio nima ekanligini tushuntirib o'tmoqchiman, chunki buni hamma tushunmasligi mumkin. Trio degani unda 3 kishi bir vaqtni o'zida bab-baravar kuylaydi deganidir. Yoki bir-biridan biroz kechikib ijro etadilar. Ularning har birini ashulasida o'zgacha ohang bo'lib, o'z yo'nalishida ijro qilinishi kerak bo'ladi. Har birining ohangi har xil bo'lganligi tufayli ayni vaqtda birga ijro etilayotganda ko'p ovozli bo'lib eshitilib, bu musiqiy uslub, yevropacha yo'nalish bizni milliy musiqamizga yod bo'lganligi sababli xalqimizga biroz singmasligi mumkin.
Lekin shunga qaramasdan Sulton og'am bu asarni bir necha teatrlarda sahna yuzini ko'rdi. Shu sahna yuzini ko'rayotgan proseslarida Komiljon akam olamdan o'tib ketdilar. O'zlari Samarqandda, O'shda, Muqimiy teatrida sahnalashtirildi. Bu ish jarayonida yana o'sha muzikalarga ko'p sayqal berdilar. Oradan 30 yil o'tgandan keyin Andijon teatrining 70 yillik to'yi munosabati bilan meni Nodirani qayta sahnalashtirishga taklif etishdi. Men Sulton og'amni birga olib borib Andijonda bu asarni yangi talqinda Nodira spektaklini qo'ydik. Bu yerda ilgari Nodirani O'zbekiston xalq artisti Qamara Burnasheva o'ynagan bo'lsa, keyingi davrda O'zbekiston xalq artisti Oypachani o'sha davrda o'ynagan Mahburatxon Ubaydullayeva o'ynadilar. Oypachani yosh aktrisamiz Sharofatxon Tojiboyeva ijro etdilar.